Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana men Dilis Fayzullayev. Bugun kelgan yangilanish va qorlarni tanishtirib chiqaman. Qorlar kirib kelganiga biroz 1 soat bo'ldi va ko'rib turganlaringizdek Yanvarov 86lik holati. Rivaldo yana keldi. Bu menda Rivaldo hali 96lik holati bor. Bu yerda 85lik 95 oladi. Bergkamp yana kelgan. Desanli 85lik kartasi. Hozir yangilanish juda yaxshi kelgan. Ko'plar sariq bo'lib kuchaygan, ko'plar tushib ketgan. Hisobga emat qo'yib berdim. Yo'qdan ancha point postlar bor. Boz mingta 1500 tangaga ya 5000ta bunga bini olamiz. Buni ham olamiz. King video desam chindan King videoda olamiz. Hozircha sizlar bilan xayr, qisqa video olganimiz uchun vaqtim kelganda tez tugatdim videoni. Keyingi videoda klassik videosini joylashtiraman.